Atigi $9 shunaqa manzarada Makkada haram oldida shvedskiy stolda nonushta qilish mumkinligini bilarmidingiz? Video oxirida bu joy xatarligini ko'rsataman. Xullas, bu yoqda hamma narsalar bor ekan. Vegetarianskiy, go'shtli, sabzavotli, salatlar, mevalar, shirinliklar, choy, kofe, xullas hammasi bor. Haramda kechasi bilan qolgan edik. Bomdoddan keyin bilasiz hammani qorni ochadi. Bu joy haqida o'zi bilmas edim. Men internetda ko'rib qolib, shu joyga kirib ko'rib sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Bu yerda kun yorishmasdan manzara juda ham chiroyli bo'ladi. Quyosh chiqayotganda esa undan ham chiroyli. Bu yoqqa kirishingizda birinchi $9 to'laysiz. Pul to'laganingizdan so'ng sizga shunaqa chek berishadi. Lekin bitta minus tarafi odamlar shunaqa ko'p va очередь bo'ladi. Sizga 1 soat vaqt beriladi. 1 soat vaqt ichida xohlagan narsangizni, xohlagan vaqtingizni, xohlagan martaba yeyishingiz mumkin. Xuddi shunaqa deb chekda yozilgan ekan. Lekin biz 1 soatdan ko'p o'tirdik. Bu yerda очередь ko'p edi. Lekin men to'g'risini aytsam, o'zi ko'p narsa yeyman va anaqa ko'p narsa olganim ham yo'q. Men olgan narsalar shulardan iborat bo'ldi, lekin hammasini ham yo'madim. Lekin vidga gap bo'lishi mumkin emas. Endi esa bu yoqqa qanaqa kirishni o'rgataman. Bu joy soatning ichida joylashgan. Soat ichiga kirganingizda tepaga ko'tarilasiz. 3-etajga qaraganingizda shunaqa kemani ko'rasiz. O'sha kema etajiga chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu kema etaji P3 deyiladi. Xuddi shu etajga chiqqaningizdan so'ng McDonald'sni topasiz. Shuni yonginasida o'sha restoranni ko'rasiz. Ko'rib turganingizda shvedskiy zavtrak narxi ham yozib qo'yilibdi. 35 sar. Shundoq kirganingizda birinchi to'lov qilasiz, undan keyin chekni olib chap tarafga yurib ketaverasiz. Inshaalloh Makkaga borganingizda haramda shunaqa vidda albatta nonushta qilib ko'ring.